Assalomu alaykum. Aziz asalarichi, aka-ukalar, ustozlar. Bugun bir akamizni asalari zoriga mehmon bo'lib keldik. Bugun sentyabr oyining o'rtasi, mana 16 ekan bugun. Asalarilarda asalini olganiga taxminan 1 oy bo'libdi. Mana hozir bir ochib ko'ramiz. Biz hozir bir hali o'zimizning tilida aytganda bir obxod qilib ko'raman. Mana shu yashiqni shu arimizni asalini olganiga taxminan 1 oy bo'libdi. Holat qanaqa endi sekin ko'ramiz. Arilar tashqaridan kirib chiqishi yaxshi. Bugungi havo harorat taxminan 26-28 gradus. Mana hozir shunday bulutlik edi, quyosh ham chiqib ketdi. Arilarimiz mana holati. Xo'p, arilar ishlashi yaxshi. Lekin o'z holiga tashlab qo'yilgan, asal olgandan keyin o'sha romkalarda shundaycha tozalovga qo'yilgan, arilar tozalov qilgan, o'zlari mana ishlashyapti. O'z holiga. Asalarichi akalar ko'pincha arilarga ovqat beradi. Men mana shu yerda hozir bir do'stlarimizning bir savoli bor edi, shunga ham javob berib o'tib ketay. Bir kitobda o'qidik. Asalariga shakarni suvga qaynatib, ya'ni qiyom qilib arilarga berishlik bilan asalarilarda oshqozon ovqat aynalish strukturasi buziladi ekan. Bularga iloji boricha qaynatilgan mana ona ari. Endi nimamiz unaqa qilyapti? U mana ona ari yuribdi, mana o'rtada mana. Xullas, asalarilarga beriladigan qiyomga avvalo suvga iloji boricha bir mevali o'simlik nimalaridan suvni qaynatib olib, keyin shakar solib qiyom qilib berilar ekan. Ko'p joylarda namatakni haligi nimasi bor-u, mevasi, namatak. O'shani qaynatib turib, ana shu suviga shakar solib turib, keyin shuni aralashtirib arilarga bersa, arilarga ham foyda, ham oziqasi to'yimli bo'lar ekan. Mana hozir men arilarni ko'ryapman. Urug' qo'yishlari yaxshi, lekin ovqat yo'q. Hozirgi kunda arilar o'zini o'zi eplayapti. Ovqat berilgan yo'q. Endi hozir mana 10 sentyabrning o'rtasi, sentyabrning oxirroqlariga borganda umumiy ovqatlanish jarayoniga o'tib turib, arilarni holatiga qarab, mana hozir shu yashig'imizda nechta 5 ta romka bor ekan. 5 ta romka o'rtacha arilari bilan turibdi. Demak, shu arilarga taxminan bir 6 kilo qiyom qishga oziqa qilib beriladi. Iloji boricha quruq suv, shakar qilmasdan qo'shimcha qo'shib berilsa ham yaxshi. Hozirgi kunda haligi dorilari ham bor, urug' ko'paytiradigan. Shulardan ham qo'shib bersa bo'laveradi.
Endi mana yopib qo'ydim. Sizlarni ham fikr mulohazalaringni kutib qolaman. Hali akalarimiz bor. Ko'pincha yali so'kib kommentariya yozishadi. Shularga ham rahmat bergan kommentariyalaring uchun. Yana asalari zorlarda ko'rishib qolguncha xayr, salomat bo'linglar.